Andijonda bola ko'chaga bog'lab ketildi. Ijtimoiy tarmoqda Andijon shahridagi Pushkin ko'chasida bolani 50 ming so'mga baholab, zinapoyaga bog'lab ketishgani aytilgan video tarqalmoqda. Bolalar 50 ming so'm deb yozib qo'yibdi. Qani baylab ketibdi bolani. Bo'laveramiz shunaqasi. Bolani baylab ketganini qaranglar. Kimning bolasi bu? Kelib olib ketmaysizlarmi? Bolalar ombudsmanining ma'lum qilishicha, joriy yil 2-yanvar kuni Andijon shahrida vaqtincha yashovchi ayol yashash manziliga ketayotgan vaqtida 2 nafar kichik yoshdagi farzandlarini 9 yoshli katta o'g'liga topshirib, qo'lidagi go'dagi bilan do'konga ketgan va buning ortidan bolalar qisqa muddatga nazoratsiz qolgan. Ukalariga qarab turishi kerak bo'lgan akaning aytishicha, u onasi ketgan vaqtida ko'chaning avtotransport qatnov qismiga chiqib ketmasligi uchun singlisini qo'lidan zinapoyaning temir dastagiga ip bilan bog'lab qo'ygan. Ma'lum qilinishicha, holat yuzasidan ayol farzandlarini nazoratsiz qoldirmaslik bo'yicha ogohlantirilgan. Hozirda tergovga qadar tekshiruv doirasida ayolning farzandlariga nisbatan xatti-harakatlarga huquqiy baho berish choralari ko'rilmoqda.